Futbol tarixida qamoqxonada turgan holida sovrin yutgan futbolchi haqida bilasizmi? Shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Ha, bu braziliyalik sehrgar Ronaldinho Gaucho'dir. Siz hoziroq obuna bo'lib qo'ying, men bu haqida aytib beraman. 2020-yilda braziliyalik afsona Ronaldinho soxta pasport bilan Paragvayga kirgani uchun hibsga olinadi. U vaqtincha qamoqda saqlanadi. Shu paytda qamoqdagi mahbuslar o'rtasida mini futbol turniri tashkil etiladi. Ronaldinho ham o'sha musobaqada maydonga tushadi. Xo'sh, natija qanday bo'lgan deysizmi? Uning jamoasi 11-2 hisobida g'alaba qozonadi. Ronaldinho esa o'sha o'yinda 5 ta gol va 6 ta assist qayd etadi. Turnir g'oliblariga mukofot sifatida 16 kilogramm cho'chqa go'shti va katta barbekyu ziyofati berilgan. Shunday qilib, futbol afsonasi hatto qamoqda ham o'z sehrini ko'rsatadi. U qayerda bo'lmasin, futbolni san'atga aylantira oladigan darajadagi sehrgar hisoblanadi.